Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlarim, hurmatli guruhimiz a'zolari. Barchangizga ko'tarinki kayfiyat tilagan holda Alloh bergan umringizni ibratli, mazmunli va solih amallar ila o'tkazishingizni tilab qolamiz. Aytishlaricha, bu dunyo qoya ustiga qurilgan uy kabi omonat ekan. Undagi insonlar esa ertaga nima bo'lishini bilishmaydi. Bugun kulib turgan nigohlar, yoqimli ovozlar ertaga armonga aylanishi mumkin. Shuning uchun imkon borida qadrdonlarni yo'qlash ham qarz, ham farzdir. Shunday ekan, yaqinlaringizdan mehr-muhabbatingizni, shirin so'zlaringizni izhor etishdan hech qachon tortinmang. Zeroki insondan faqat yaxshiliklar va mehr oqibat qoladi. Bu omonat dunyoda o'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Oila a'zolaringiz va qalban yaqin insonlaringiz quvonchiga, xursandchiligiga sababchi bo'ling. Ayni daqiqa, ayni fursatlarda tinglab borayotgan loyihangiz Tabrik.uz loyihasi. Bugungi sanada o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni shukronalik, shodiyonalik kunlari munosabati bilan chin qalbimizdan samimiy muborakbod etib qolamiz va loyihamizga yetib kelgan maktublarni o'z egalariga yetkazishda davom etamiz. Alo. Alo, assalomu alaykum. Samarqand viloyati Urgut tumani G'ishmachit mahallasida istiqomat qiluvchi Muxtor va Kamol opajonim siz bilan muloqotdamizmi? Ha, shunday. Sog' salomatmisiz? Ahvollaringiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ayni daqiqalarda biz sizni Tabrik.uz loyihasidan bezovta qilyapmiz. Rahmat. Avvalambor bugungi shukronalik, shodiyonalik kuningiz, tavallud ayyomingiz munosabati bilan Tabrik.uz loyihamiz ijodkorlari nomidan samimiy muborakbod etib qolamiz. Rahmat, kattakon. Bahorning gulidan gul dasta sizga, chin qalbim tabrigi payvasta sizga, bir asr yashangu yana nimchorak, tavallud kuningiz bo'lsin muborak. Kattakon rahmat. Minnatdormiz. Bugungi tavallud ayyomingiz munosabati bilan bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, e'zozlovchi yaqinlaringiz tomonidan go'zal bo'lgan tabriknoma va dilizhorlar yetib kelgan ekan. Shu o'rinda sizga bir savol bilan yuzlansak, nima deb o'ylaysiz? Mana shunday shukronalik kuningizda sizni g'oyibona tarzda qalbingizga quvonch ulashish niyatida qaysi bir yaqin insoningiz mana shunday surpriz tabriklarini yo'llayotgan bo'lishligi mumkin. Opa-singillarimdir. Balki xo'jayinimdir. Albatta. Qaysi birlaridan ko'proq kutyapsiz mana shunday surpriz g'oyibona tabriklarni? Yorimdan. Albatta, yana taxmin qilib ko'ramiz. Ukamdan bo'lsa kerak. O'zimni ukam, Azizim ukam yoki qaynukam Azizimni ikkalasidan bittasi bo'lishi mumkin. Yana taxmin qilib ko'ramiz opajonim. Yana qilyapman, taxmin qilyapman yana. Albatta. Opajon, siz dunyodagi eng baxtli inson ekansiz. Bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik, shodiyonalik kuningiz munosabati bilan barcha yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz chin yurakdan samimiy muborakbod etib qolishibdilar. Bugun bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, siz bilan ikki dunyolarda ham birga bo'lishni xohlaydigan umr yo'ldoshingiz, jufti halolingiz Javohir aka, sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi qaynukalaringiz Jasur aka, Azmiddin hamda farzand ne'matlaringiz Temurbek, Asilzoda nomidan sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, hurmat qiluvchi, qadrlovchi mehribon qaynotangiz Fazliddin otajonimiz, qaynonangiz Jamilaxon onajonimiz nomidan kutilmagan jonli qo'ng'iroqni amalga oshiryapmiz. Rahmat. Yaqinlaringiz sizni juda ham yaxshi ko'rishar ekan. Shu sababli bizning loyihamizga murojaat etib, o'zlarining samimiy dil izhorlarini siz uchun yo'llab qolishibdilar. Xo'p, rahmat. Agarda sizni qimmatli vaqtingizni olmayotgan bo'lsam, ushbu dilnomalarni, tabrik xatlarini siz uchun o'qib eshittirmoqchiman.
Mayli. Ushbu dilnomalarni qayin oyijoningiz Jamilaxon onajonimiz nomlaridan sovg'a tariqasida qabul qilasiz. Xo'p. Assalomu alaykum. Men uchun juda ham qadrli bo'lgan mehribonim, ishongan bog'im, suyangan tog'im, ko'zlarimning oq va qorasi bo'lgan jigargo'sham, jondan aziz farzandim. Bugungi tavallud ayyoming Allohimga ne'mat, Rasulimizga chin ummat bo'lgan shukronalik, shodiyonalik kuning qabul qilgan 24 bahoring muborak bo'lsin. Allohim senga asaldek shirin, asrdek uzun va mazmunli umr bersin ilohim. Bitmas tuganmas baxt, omad, shodlik, quvonch doimiy hamrohing bo'lsin. Allohim bergan umrni mazmunli, ibratli, solih amallar ila o'tkazishlik baxti senga nasib etsin. Boringga shukr qizalog'im, seni juda ham yaxshi ko'ramiz. Avvalo sendek mehribon kelinni bizga bergan Robbimga hamd va sanolar, shukronalar aytamiz. Seni o'z jigarbandim, farzandimdek, kelin emas, o'z qizimdek yaxshi ko'raman. Shuncha yildan buyon bizni xizmatimizni beminnat qilib, mehr berganing uchun, shirin so'zliging uchun bugun o'z minnatdorchiliklarimni izhor etib qolaman. Shuni unutmagingki, har lahzada, har qadamu har nafasda sen uchun doim duodamiz. Seni juda ham yaxshi ko'ramiz. Baxtimizga hamisha sog' salomat bo'l. O'g'lim bilan birgalikda uzoq yillar mobaynida baxt, saodat ila umr guzaronlik qilish ilohim sizlarga nasib etsin. Sizlarning yaxshilik kunlaringizni ko'rishlik bizlarga ham nasib etsin inshaalloh. Qalbingda nimaki orzularing, umidlaring bo'lsa barchasiga Allohim ziyodasi bilan yetkazsin. Bu chiroyli ko'zlaring hech qachon namlanmasin. Pok qalbing hech qachon dog'lanmasin. Qayg'u, hasrat joy qidirsa, sira qalbingdan joylar topmasin. Senga dunyodagi jamiki go'zal tilaklarni tilab qolaman. Baxtimizga hamisha sog' salomat bo'l. Yana bir bor tavallud ayyoming, shukronalik, shodiyonalik kuning muborak bo'lsin, deya o'zlarining samimiy dil izhorlariga yakun yasagan ekanlar. Xafalik yarashmas, ranjima zinhor. Shirin tabassumla ko'rsatib viqor, ostonang uzra 4 fasl bahor. Sayrasin sho'x qushlar, giryon kapalak, qizalog'im tug'ilgan kun bo'lsin muborak. Sendan-da eng baxtli inson bo'lmasin. Farishtalar izingdan hech ham qolmasin. Mehr muhabbatdan sira tolmasin. Ko'ksingda urib turgan bu yurak, qizalog'im tug'ilgan kun bo'lsin muborak. Qalbingdan yiroq bo'lsin anduh g'am. Nogoh ko'zlaringda ko'rmay siranam, o'zingni asragin bizlar uchun ham. Qayin oyijoningdan bir samimiy tilak, qizalog'im tug'ilgan kun bo'lsin muborak. Bugun bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi mehribon yaqinlaringiz, qayin oyijoningiz nomlaridan kelgan mana shunday go'zal tabriknoma. Biz orqali qalbingizga oz bo'lsa-da xursandchilik, quvonch ulashgan bo'lsa, biz bundan bag'oyatda xursandmiz. Ayni daqiqa, ayni fursatlarda bizning suhbatimiz, loyihamiz ijodkorlari tomonidan esdalik sifatida yozib olinmoqda. Shunday ekan, sizni ham yaqinlaringizga, oila a'zolaringizga, ota-onangizga aytar so'zlaringiz, dil izhorlaringiz bo'lsa marhamat, biz orqali yo'llab qolishingiz mumkin. Rahmat o'g'lim bor hammalariga. To'g'risi aybimdan kutmadim. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar har doim. Dedem bilan qo'sha qolsinlar. Videosiga kirib yursinlar. Nevara-evaralarni baxtlarini ko'rsinlar. Katta rahmat hammalariga, sizlarga ham rahmat. Minnatdormiz opajonim. Ilohim aytganlaringiz kelsin, yaxshi tilaklaringiz o'zingiz va yaqinlaringizga hamroh bo'lsin. Ota-onangiz ham sizlarning baxt va saodatingizni, xursandchilik kunlaringizni rohat va farog'atda ko'rib yurishliklarini Robbim Allohim ularga ham nasib etsin. Rahmat, aytganingiz kelsin.
Minnatdormiz. Doimo Alloh muhabbatiga, yaqinlar hurmatiga, ardog'iga payvand bo'lib, dunyodagi eng baxtli inson bo'lib yashashlik baxti sizga ham nasib etsin. Bugungi kuningiz unutilmas onlarga, xursandchiliklarga boy bo'lsin. Sog' salomat bo'ling. Aytganingizga rahmat sizlarga. Minnatdormiz. Sen ko'kdagi nurli yulduzim, quyosh kabi parlagan ko'zim. Sen ko'kdagi nurli yulduzim, quyosh kabi parlagan ko'zim. Chin yurakdan qutlayman seni, tug'ilgan kuning muborak qizim. Chin yurakdan qutlayman seni, tug'ilgan kun muborak qizim. Tavallud kun muborak qizim. Muloyimsan, mehribonimsan, sen g'ururim hamda orimsan. Muloyimsan, mehribonimsan, sen g'ururim hamda orimsan. Baxting so'rab duo qilayman, tug'ilgan kun muborak qizim. Baxting so'rab duo qilayman, tug'ilgan kun muborak qizim. Tavallud kuning muborak qizim. Beozarim farishtam meni, har bir ishda sarishtam meni. Beozarim farishtam meni, har bir ishda sarishtam meni. Bugun barcha qutlaymiz seni, tug'ilgan kuning muborak qizim. Bugun barcha qutlaymiz seni, tug'ilgan kuning muborak qizim. Tavallud kun muborak qizim. Sen ko'kdagi nurli yulduzim, quyosh kabi parlagan ko'zim. Sen ko'kdagi nurli yulduzim, quyosh kabi parlagan ko'zim. Chin yurakdan qutlayman seni, tug'ilgan kuning muborak qizim. Tug'ilgan kuning muborak qizim. Tavallud kuning muborak qizim.